Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun mana 20-avgust 2026-yil navbatdagi Laboga chiroyli bo'lgan tunikani o'rab qotirib oldik. Laboni egalari kanalimizdan ko'rib Marg'ilon shahridan etiketlar labonichilarni ko'rishingiz mumkin. Choksiz variantda chiroyli qilib qotirib berganmiz. Taylarigacha 1,5 metr ichkari qilgan holatda, bu tomonlar ham xuddi shu holatda ichkaridan kirgan holatda bo'ladi. Yo'llarigacha bukib chiqilgan, mana quvvat qilib yo'llarigacha chok tushmaydigan holatda qilib berilgan. Tepasiga ham holatdagi bagajlari bor, mana bagajlari chakka holatda turadi. Tepasiga mana zapas bo'lingan qo'yib ketilgan bo'ladi. Alohida ham sotiladi. Akamiz mashinasi nomerlari tanigan bilganlar like bosib qo'yasizlar. So'ka ishlarimiz yaxshimi? Mana chepsiz o'sha yerdan qo'yib berishdi mana. Tezda. Yarim soatda bitdi. Tayyor bo'larkan, shunday qo'yib berishadi. Qaytaveradi. Marg'ilondan ikkita labo keladi, unisini videoga olishga ulgurmadik. Mana akamizda labosini olyapmiz. Ish ko'pligidan yana sexda yana bitta laboga tunika o'ralyapti. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlar ishlab turibdi. Bemalol telefon qilaverasizlar mana. Bu nomer ishlamasa, ikkinchi raqamimiz bor. Bunisi ham chiroyli nomerlarimiz qo'yib qo'yilgan. Bu holatda. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i, Sitofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soatda o'rnatib qotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa kommentariy yozinglar. Alohida yoniga quti, orqa duga, tomi bagajlarigacha bor. Telefon qilaverasizlar. Tunika qo'patilgan akalar bo'lsa ham alohida donabek sotilaveradi. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yinglar. Do'stlar, yaqinlarga labo olgan aka-ukalarga ushbu videoni jo'natishni unutmanglar. Kuzatishda davom etinglar, obunani bosinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.